Savol. Assalomu alaykum ustoz. Hadis shariflardagi 1 soat kalimasi hozirgi vaqt o'lchimida taxminan qanchalik vaqtni ifodalaydi? Masalan, tuvandagi hadis. Ya'la ibn Umayya radhiyallohu anhu men ba'zida masjidda 1 soatla etikobda o'ltirish uchun turaman degan. Ata masjidda tursala etikobda turgan bo'ladi. Masjidda savob ko'zlab o'ltirsa etikobda o'tirgan bo'ladi. Savob ko'zlamasa undoq bo'lmaydi degan. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hadislardagi 1 soat kalimasi hozirgi 60 minutlik soatga yaqin. Arablarda, Misr va boshqa diyorlarda bo'lganidek, kunduzi 12 soatga taqsimlash bor edi. Har bir soatning ayrim-ayrim ismlari bor edi. Ammo kun o'zarsimi kunduz 12 soat, qisqarsimi 12 soatga bo'linadigan bo'lg'achqa, hadislardagi soat tong atishdan kun patgan qadar bo'lgan vaqtning 12 dan birini ko'rsatadi. Kunduzi 12 soat bo'lgan vaqtlarda dal hozirgi soatga o'xshash 60 minutni, kunduzi 15 soat bo'lgan vaqtlarda 75 minutni ko'rsatadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Juma kuni 12 soatdir. Har qanday bir banda juma kuni Alloh azza va jalladan qanday narsa tilasa, Alloh uning tilaganini beradi." Bu vaqtni, ya'ni juma kunidagi duo ijobat bo'ladigan vaqtni digar namozidan keyin, ya'ni kunduzining oxirgi qismidan izdanglar. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.